Alo. Yo, ne nujim men siz eplolmaysanlar. Ishim bunday emas, bunday bo'lyapti. Bo'pti. Ha, sen ham nima chaqirding? Mana shu mashinani olmoqchi edim, ko'rib bering. Egasini chaqir. Ana kelyapti. Ukam shu o'tdami? Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Mashina toza. Keyin ichga haydagan. O'zim taza tashkillaymiz aka? Qayerdan bilding? Sirazi senlar boryapsiz-ku, ko'raveramiz. Ko'rsa ko'raver o'zi. Bunisiga nima deysiz? Usta yangi ekan. Zavoddan to'g'ri mashina bozorga kelgan. Buni ham kenashga haydagan. Qurt mashina. Yangi bo'lsa, bilmasam kalotkasida pichoq qayergamizlar? Yedirilib paqa-paqa bo'lib ketibdi-ya bu. Ha? Xohlasang boshqa variant ko'raver o'zi. Ukam, gapimga 100 javob. Bundan ayb topolmaysan. Buni kenashga emas, mana o'zimni lichina kenayim haydagan. Tushunding? Voh, usta! Ha, yana kiydiryaptimi? Buni jigari ezilib ketgan ko'biltu. Kenashga nima balo? Qo'y tashiganmi? Qo'yni po'qib ketdi orqasi. Ukam, bu MMS u. Prosta aynib qopti-da, ukam. Usta, yetdimi o'sha boqqa ham farqiga bormayapti. Bu bozorda nima desa ishonavermang. Antarlib ketgan mashinani ham bunday sotaveradi bayda. Ukam, o'zingni bosib olgin, asabiylashmagin. Bitta cho'tkisidan bor, kenashga haydagan. Va onasini ensin. Kenashga haydagan. Bu bozorda erkak haydagan mashina bormi? Bu mashinami 10 yildan beri tashkilga qatnaydi. Ishonmaysanmi? Yag'i. Mana ishonmasang yag'ay bo'lsa yag'ay. Qurti bilan patara pochtasida. Yana ishonmasang o'zi ham borib kelaveradi, sho'pirsiz bu mashina Anjanga. Ishonmaysanlarmi? Yag'i. Qarab tur. Aka, Anjanga to'rk shop oldi, ketaveramiz endi, ha? Mashina, qaqa, topib ber. Mashina topib ber. Xavotirlanma. Ertalab pochtalar tarqatib, patirlarda